A, Rossiyada bir Sitin degan, Gennadiy Aleksandrovich degan bir olim o'tganda, mana shu olim urushda qatnashgan, Ikkinchi olam urushida 9 marta yarador bo'lgan. 9-marta yarador bo'lganida o'q 12 barmog'i ichida qolganda, ichakda qolgan. Va ilma teshik bo'lib ketgan tana, uni ko'tarib gospitalga olib kelishadi. Shifokorlar qaraydida, bu odam bo'lmaydi, buni tuzatish qiyin deydi. Palataga ham olib kirmay ko'chada qoldiradi. Lekin bu o'lmaydi. Bu bir hushimga kelaman, bir hushimdan ketaman deydida, shunda bir hushiga kelganda shifokorlarning gapini eshitadi. Bu borib o'ladi. Ertalab qo'yaveringlar, qaramanglar degan gapni eshitadi. Chunki kasal ko'pda, yarador ko'pda. Keyin bu o'zicha o'yladi. Menda demak shifokorlardan menga najot yo'q ekan. Men o'zim uchun kurashishim kerak dedi. Va butun fikrini o'sha kasallikni, og'riqlarni, juda kuchli og'riq bo'ladi, og'riqlarni qoldirib tuzalishim kerak degan g'oya paydo bo'ladi. Va mana shuni ishga soladi. Men tuzalishim kerak, men kuchliman, men sog'lomman, men yengaman shu kasallikni. Qat'iyan buni shunday qilishadi. Bu o'lmaydi. Ertalab qarasa, bu soppa-sog' nafas olyapti. Keyin shifokorlar bilmabdi, olib kirib, ichidagi o'qtab tashlaydi. Lekin birinchi guruh nogironlik deb qog'oz berib, uni og'riq qoldiruvchi dorilar beradi, 150 tacha. Endi bu 3 oyga yetadimi, yo'qmi, baribir o'ladi bu degan bo'ldi, yuksaltib yuboradi. Lekin bu odam o'lmaydi. Demak, umid men o'zimda ekan. Men harakat qilsamgina sog' qolaman. Va mana shu g'oyani rivojlantirib, o'zini fikr kuchini salomatlikka qaratadi. Va bilasizmi nima? Mana shu odam 95 yoshgacha yashaydi. Dunyoda eng katta olimlardan biriga aylanadi. 4 marta fan doktori bo'ladi. Tibbiyot, falsafa, psixologiya, filologiya bo'yicha fan doktorligini yo'qlaydi. Jahon fanlar akademiyasining akademigi bo'ladi. 20 dan oshiq kitob yozib, mana shu inson o'zini psixologiyasini, ruhiyatini ishga solib, o'zini sog'lomlashtirish bo'yicha katta maktab yaratadi. Demak, inson xohlasa har qanday kasallikni o'zi ruhiyati bilan davolashi mumkin, har qanday og'riqni narkozsiz qoldirishi mumkin. Bizning ruhiyatimiz, Alloh bergan bizga ruhiyatimiz shunchalik kuchli quvvatga ega ekan.